O'g'il bola, qiz bola tanlamaydi ekan. Yuni atirlarimizni qizlar такой дерзкий, lekin sepgan yilidan keyin ozginadan keyin hidi нежный bo'lib chiqadi. Вообще mazza qilasizlar hidiga. Men ikkalasidan ham ishlatganman. Turmush o'rtog'im kirkini sevadilar. Turmush o'rtog'inglar uchun ham, o'zinglar uchun ham yaxshi variant olsanglar. Xullas bitta atir olsanglar oilaviy bemalol ishlataverasizlar. O'g'il bola, qiz bola tanlanmaydi. Bularimizni ham turib berishlari zo'r. Kiyimlarni yuvmaguningizgacha ketmaydi. Badaningizda ham 2-3 kungacha turib beradi qizlar. Mazza qilib ishlatasizlar. Xullas, atirlarning juda ham ko'p turlari bor do'konimizda. Original bilan birga bir ishlangan atirlarimizni atiga 55 ming so'mdan olishingiz mumkin qizlar. Ko'plari yuni qilib olib kelingan. Xohlasanglar yuni atirlarimizdan, xohlasanglar erkaklar uchun alohida, xohlasanglar ayollar uchun alohida atirlarimizdan olsanglar bu mamunga feromoni bor, вообще zo'r qizlar. Mana bu Tom Ford Cherry, menimcha buni ham